O'rgimchakning sinfi. Bir kuni ukki o'rmon hasharotlarini yig'ib majlis o'tkazmoqchi bo'ldi. Majlisga barcha hasharotlar yig'ilishdi. O'rgimchak ham ipga osilib majlisga keldi. Shunda ukki unga qarab, "Sen hasharot emassan, shuning uchun majlisda qatnasha olmaysan", dedi. "Nega hasharot bo'lmas ekanman? Men ham kichkinaman, oyoqlarim ham ko'p, shuning uchun men ham hasharotman", dedi o'rgimchak. "Sening qanotlaring yo'q, hasharotlarning esa qanoti bo'ladi", dedi ukki. "Anavi qurtning ham qanotlari yo'q-ku", dedi o'rgimchak. "Qurtcha tezda kapalakka aylanadi, shunda uning qanotlari paydo bo'lib ucha oladi. Sen esa hech narsaga aylana olmaysan", dedi ukki. "Unday bo'lsa chumoliga nima deysiz? U ham ucha olmaydi, hech narsaga aylanmaydi ham. Sen faqatgina ishchi chumolilarni ko'rgan ekansan. Uchar chumolilar ham bo'ladi. Ular inlaridan chiqib, yangi in topish uchun uchadilar. In topgach unga kirib, qanotlarini tashlaydilar", debdi ukki. O'rgimchak nima deyishini bilmay xafa bo'lib boshini egibdi. Shunda ukki unga: "Sen xafa bo'lma. Sen qatnashadigan guruh uchun majlis ertaga chaqiriladi. Ana shunda kelasan", debdi. "U qanday guruh?" so'rabdi o'rgimchak. "O'rgimchak simonlar guruhi. Unga senga o'xshagan barcha bo'g'ma oyoqlilar kiradi. Ularni o'rgimchak simonlar sinfi deb sening noming bilan atashadi. Ko'rdingmi? Sen u sinfning eng asosiy vakili hisoblanasan." O'rgimchak bu gaplarni eshitib xotirjam bo'ldi va ipiga osilib daraxtga chiqib ketdi.